100 ga 100 kilometriga 5,5 litr ichdi mana avtomat korobka og'aylar mana. 100 kilometriga 5,5 litr. U degani 100 gram bilan 1 kilometr 800 yurib keldi. Mana mashincha benzin oshib qoldi tagidan. Ko'ryaptimi? Baklashkani ichidagi benzin bilan borib keldi. Karburatorda ichidagi shunday turibdi ana. Xo'p, qilingan ishlar, switch almashdi, klapan tortildi. Karburator to'liq обновление bo'ldi. Ichi polni yangilandi, rem komplekt chotki qilib qildik. Zavodskoy qilib hamma yo'l. Suv sirkulyatsiyasini bir qator puydab qo'ydim, suv sirkulyatsiyasi tezlashsin deb. Mana hamma yo'g'i joyida ishladi. O'zi ham motor vaji qanday ishlayapti, hozir yurgizamay ko'rasizlar. Mana og'aylar yurib turibdi. Ana atyorkan turishini ko'ryapsizlarmi? Mana. Masha remont deyiladi. Mana og'aylar atyorka turibdi mana, yurib turgan mashinada. Mana yurib turibdi. Mashinani eshityapsizlarmi ovozini? Mana shu kompetka. Asfaltni archib qo'yaman deyapti. Mahallani archib yuboraman deyapti. Xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Shu O'zgendagi do'konimiz mana og'aylar, O'zgendagi do'konimizdamiz. Telefon nomerlar описаниеda bo'ladi, обязательно telefon qilib telefonlashib kelaverasizlar.